Ana. Akangiz keldilar. Ahvolimizni ko'rib bilib turib ustimizdan kulgani kelganlar. Ey, ayolligingga borib, akam haqida bilib bilmay har narsani gapirma. Boshqa nimaga ham kelardi? Yaqinda to'y qilyapti-ku. O'shanga pul so'ragani kelgan. Aka? Assalomu alaykum. Kim aka? Alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Uyga kiring. Yo'q, mayli. Keling, kiring. Yaxshimisan? Rahmat. Bormisan? Rahmat. Telefonlarga ham javob bermaysan. Eshitdim, ishlardan ham bo'shabsan. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Ishxonamizda ozgina muammo bo'lib qoldi aka. Xudo xolisa, yaxshi ish qidiryapman. Tushib ketaman yaqin kunlarda. Mana o'sha. Ol. Ishga tushib olguningcha kamqo'slaringni ishlatib tur. Yo'q, aka o'zi yaqinda to'y qilyapsiz. Hammasi joyida o'sha. Yetmasa yana yetasan. Rahmat aka. Hech qachon otamiz yo'qligini bildirmaysiz aka.